bu kislorodga to'yingan kokosiviy ko'mir bo'ladi. Mana holati mana bunaqa bo'ladi. Juda yengil, kokosiviy, juda yuqori markali. Suvga kirganda mana shunaqa reaksiyaga kirishadi. Suvni ta'mini neobычный qiladi mana. Reaksiyaga kiryapti. Suvda cho'kyapti mana. Suvda cho'kyapti, reaksiyaga kirib aylanyapti. Tosh ko'mir emas mana. Turishi ham mana shunaqa bo'ladi. Buni zakaz bilan klientimizga suv filtriga 4-boshga qilib qo'shib beramiz. Zakaz bilan ertaga chiqib ketadi. Bitta Aquabox 500 litrlik filtr yana bitta bosqich bochka qo'shib taxlab beramiz. Mana ko'mir, bu yuqori markali ko'mir hisoblanadi. Juda mana kokosiviy bo'ladi. Bu tosh ko'mir emas. Mana hali reaksiyaga kirishib aylanyapti suvning ichida. Shunaqa holatda bo'ladi. Kimga shunaqa suvi neobычный bo'lishini xohlasa, bemalol aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa bosqichlarni ham yuqori markali ko'mirlardan taxlab beramiz. Past markali ko'mir emas, tosh ko'mirlar ham bor. Ko'mirni ham 10, 15, balki 20, 30 xillari juda ko'p turi bor.